1740-yilda Nodirshoh Eron imperatori Xivani egallaydi va Nodirshoh Ilbarsxonni qatl etadi. Lekin Nodirshoh bir yaxshilik ham qildi. 12 mingdan 20 minggacha qul ozod qilindi. Arab shahidlar davri tugadi. Lekin tarix to'xtamadi. 1804-yilda Qo'ng'irot qabilasi kuchga kirdi. Iltuzarxon yangi sulolani boshladi. Xorazm esa qayta tiklandi. Xorazm boy davlat edi. Dehqonchilik, cho'ponchilik, savdo barchasi kuchli edi. Lekin bir yomon narsa ham bor edi. Qul savdosi. Manbalarga ko'ra 1819-yilda 30 ming qul hisoblangan. Va nihoyat oxirgi bosqinchi keldi. 1873-yilda Rossiya imperiyasi Xivani o'rab oladi. Muhammad Rahim xon 2-protektorat shartnomasi imzolaydi va oxirgi 47 yil mustaqilligi cheklangan edi. Afsuski, 306 yillik mustaqillik tugadi. 1920-yilda oxirgi sahifa yopildi. Sovet inqilobi keldi. Xorazm Xalq Sovet Respublikasi yaratildi. 409 yillik xonlik tarixi tugadi. Lekin Xorazm o'lmadi. Bugun Ichan qal'a UNESCO jahon merosi hisoblanadi. 1990-yilda Markaziy Osiyoda birinchi. Butun dunyo bizni eslab yuradi. Xorazm xonligi 409 yil yashadi. Qanchadan qancha urushlar, g'alabalar, ilm va san'at hamma narsaga ega edi va bugun meros abadiy yashayapti.